Mana uyga burchatgani qanaqa bosish kerak akalar? Mana shu uslubda bosadigan bo'lsanglar, 10 tonnagacha bo'lgan mashinalar bemalol kirib chiqishiga garantiya berishar ekan akalar. Qaranglar, tagi ham rastorniy bo'lgan, hamda burchatkaga kafelni kilay tortib, ustidan mana shu uslubda bosib berishyapti aka mana. Qaranglar, bu burchatka nima afzalligi bor desanglar, Sulton Fayz nomli burchatkamiz. Qaranglar, rangi ham o'zini ichida, ya'ni rangi o'zgarmasligiga ham garantiya berishar ekan. Mana shu Sulton Fayzli burchatkamiz 1 kvadrat metrda graniti bilan billa bo'ladigan bo'lsa 60 ming so'mdan qilib berishar ekan. Ustakalarimiz xizmat ko'rsatishi 40 ming so'm bo'lar ekan. Endi buning ichida sizlar sementini, kafennikilar hamda tagiga metrosolarni olib bersanglar, chiroyli holatda bitkazib berishadi. Balandligi 70 sm ga bo'ladigan bo'lsa, 70 sm gacha bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi Xitoyda metall granitini 550 ming so'mdan usta haqqi material ichida ustakalarimiz Vodiy va Toshkent bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Aka, hozir bu qanaqa bo'lgan ishlari? Bu so'qilimiz nomi koronali varianti keladi. Ikkitalik faskasi bor, shapkasi bilan 3 ta bo'ladi. Plyuntuslari bilan tagida 7 sm faskalangan joyi ham bor. O'zingizlar sexlarda tayyorlab olib kelasizlar. Bu Tayyor holatda. changitilmaydi. Tayyor holatda olib kelamiz. Burchatkani ham qilib berishdi. Bu burchatka nomi nima? 15 ga 30 high-tech deyiladi. Tushunarli. Qaranglar, orasida shu anaqalari ham granitdan bo'lgan, shunaqa kristalli. 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan usaqa material ichida qilib berishgan. Qimmat bo'lganini sababi bu rastorli variant. Shunaqa. Va qimmat burchatka va bu yerda kristalli ko'p. Misol goh burchatkalar bilsanglar, kristalli oz bo'ladi. Kristalli juda narxi qimmatlatib yuboradi. Agar bunaqa shart emas degan bo'lsa, o'zining oddiy do'ppichasi bor, arzon narxda bo'ladi. 110 ming so'mdan boshlab 140 ming so'mgacha usaqa material ichida Toshkent va Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatar ekan.